Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, qanday yaxshimisizlar? Atdeganda bir do'stimizniki Ilzatninki intayin hayajonli gaplarni oldim. Govungo'ninki voqeasi, intisar hujum qilishi, hatto ko'zlariga yashab ketdi bu bola. Har xil ko'z qarashlar mavjud, ba'zilarining ko'ngli yerim. Ba'zilari nima ish qilsa bunda vaqt sarf qilib, bu Xitoydan bir vaqt nima qilib olmaydi, vaqt sarf qilib olmaydi, buning cho'shq bilan urush qilib olmaydi. Deb har xil ko'z qarashlar mavjudda endi. Lekin bu Uyg'urlar uchun intayin yaxshi, foydali bir voqea. Nimishqa? Chunki birinchisi men o'zim qo'shilmayman haq hujum qilsa. Chunki bu Xitoyda hujum qilmasa biz qanday bilalaymiz biz haqqoniyat ekanligimizni, to'g'ri ish qilayotganligimizni dushman hujum qilgan vaqtida Xitoy Kompartiyasi, dumboqchilari, yaloqchilari o'ttiranmay qolgan vaqtida men bir ish qilibman deb o'ylaymizda. Shunga bu uchun biz uchun bir imtihondan o'tgandek bir ish. Bu xo'shallik bir ish. Xitoyning bizga hujum qilishida bu bir. İkinci meselede, mesela sizden bir 4-5 balanız olsa, ballarınız künde birbirisiyle uğraşı değil, inak iştipak emez. Bir yerini bir lükçek gelip, ballarınızın bozak kılan vaxtıda, anın dinkin ballarınız birleşip, ömlüşüp, şu lükçek karşı, yakımız şu naçar bir insan karşı, bula birleşeleydi aziz qarindoshlar. Muşunun özümü, ameliyatda bu Govungo'nun bizge hücum kılışıyla birge, muhaciretik Uygurlarınki kallısı da, Xitaylar bizge hücum kılan vaxtıda, Uygurlar biz birleşmesek bulmaydı iken, bir yaqıdan qo'l chiqamsaq bo'lmaydi ekan deydigan bir yegetdi aziz qarindoshlar. Buni ayt xo'shallik bir ish. Chunki hozir Uyg'urlarda men birlik, barobarlik, o'mlik degandek narsani ko'rdim. Bunga men ayt xo'sh bo'ldik. Uyg'urlar o'yg'un yutibdi. Uyg'urlar birlashibdi aziz qarindoshlar. Shunga qo'shilinglar. Bu vaqt sarf qilish masalasiga kelgan vaqtimizda bu siyosiy ishlarda bunday ishlar bo'ladi aziz qarindoshlar. Bu bizningki Uyg'urlarningki bo'libmi Govungo'y xili bilingan bir adam Amerikada, milliarder bo'lganlik uchun, o'zining Go mediasi bo'lganlik uchun. Bulardek insonlar bizga hujum qilgan vaqtida bunga PR deymiz, public relation. Ba'zi vaqtida siz to'g'riga yoki bo'lmasa xalqlarningki ahliga, masalan, Globe Times deyli, Global Times. Dunyo Uyg'ur quritining tilida, Uyg'ur Amerika birlashmasining tilida shularningki millionlarcha agashkusi bor-da. Bo'libmi Xitoyning ishida milliardlarcha inson bo'lishi mumkin. Shularga Uyg'urlarni tashviq qiladi. Uyg'urlar xiyoli kirib chiqmaydi bularniki normalda. Dünya Uygur Kurultayı, Uygur Amerika Birleşmesi normalde düşüğü mü kirib çıkmaydigan insanlarga muşu Xitaylarning özünün mediaları bizge bir təşviq qilib barıtdı da. Bu intayin yaxşı iş aziz qarindoshlar. Mesela tuni gündən beri meninki Twitterimda 1000dan artıq adam qoşuldu da. 1000dan artıq adam qoşuldu degan nima gap? Tugün biz davarımızdan anlatsak, Xitay Komünist Partiyasini paş qilsak 1000 adamga artıq ulaşdıq degan gap aziz qarindoshlar. Şuna bununla hamdi hamma adamninki bir oturup bir peylasupluq qilib yoki bir ders belgisi kelib hamma adam bir ish yugatsam deydiganlar bo'lib ketgan aziz qarindoshlar, bizning ojizona aqlimiz va albatta biz nim bilan istishora bilan maslahat bilan ish qilamiz. Ammo bir adam nima ish qilsa o'tirib bab beravermaydi aziz qarindoshlar. Hammadan o'z bilganda qilsin, uyda so'linib qoldik, nima ish qilamiz hamsa? Twitterda urush qilmay, nima ish qilaylik? Ko'chaga chiqib ya chiqilmasa, ya namoyish qilinmasa. Shunga do'stlar, Twitter'ni aktif bilan ishlatinglar. Twitter naiti kuchli bir platform ekan. Men buni naiti kichik pis qilib yetdim. Bundan keyin butun Uyg'urlar hech bo'lmaganda shu like'lab, retweetlab bersanglarmi, shuning o'zi bir pay o'q Xitoy Kommunist Partiyasiga. Ular o'ylab yiqinglar, 1 milliardlarcha pul to'lab 4 mo 5 mo armiyasini yig'ib Uyg'urlar qarshi ish qilg'izdi. Uyg'urlar hech bo'lmaganda ingliz bilishingizni qaraytishaqliq bilsangiz bilmasangiz bo'lardi. Türkiye'de 80 milyon insan var aziz qarindoshlar, shularga derdimizni anlatmasak olmaydi. Agar Uyg'urlar shunda minglarcha inson, Türkiye'deki 80 milyon insonga derdimizni anlatamasak, 8 milyard inson qanday derdimizni anlatamiz aziz qarindoshlar. Dunyoning boshqa joylaridagi insonlar o'z tilida Twitter'larni aktiv bilan ishlatish kerak aziz qarindoshlar. Twitter ishlatmaydigan qarindoshlar Twitter'ga ko'plab o'tinglar, chunki Instagram resim qilib, bu qilish uchun ekan. Facebook Uyg'urlar bir-birimizni men Facebookni saynis xonzammış dönko'rikda tam bilaman. Shunga Facebookka kirmoqchimchi Uyg'urlarni ko'rganda bo'lib. Masalan, biz dardimizni o'zimizga anlatamizda. Twitter aziz qarindoshlar. Na ko'ngil ichish quroli, na yoki bo'lsa Instagramga o'xshash chapan kiyim ishdan im qildigan ya, yoki Facebookga o'xshash dönko'rik ma'lumotni seg'inib qolsak, bolalar bilan paranglashadigan ya. Twitter özümüzün siyasi davasını qildigan ekan. Çünkü Twitter'ga tamoq chiqarsangiz hech kim ko'rmaydi. Nima chapaningizni ko'rsatsangiz hech kim ko'rmaydi, yoki boshqa nima hech kim qilmaydi, ammo siyosat uchun kirdi Twitter'ga. Shunga Twitter'ni aziz qarindoshlar akkaunti bo'lmagan insonlar ochgan bo'lsanglar Twitter akkauntinglarni ichib bo'lganda shundaq biz ish qilsak yoki biz tweet atsak shuni qo'llab bergan bo'lsanglar, chunki Xitoylar
milliardlab pul xarjlab aşağıda o'ziniki 4-5 armiyasi var. Shularni ishiltidi. Biz qanday qilamiz? Bizning ya bir nimamiz bo'lmasa, bir hech bo'lmaganda bir 10 ming, 20 ming Uyg'ur bizni Twitterda qo'llab bermasa, biz qanday ish qilamiz degan aziz qarindoshlar. Shunga rahmat. Xo'shuninglar. Xitoylar bizga qancha hujum qilsa shunday hujum qilmay, qarolmay yotgan bo'lsa, demak hech qanday ish qilmadik deb o'ylagan bo'lsanglar bo'ldi. Aziz qarindoshlar, lükçek yigitlarimiz. Sizlarga rahmat aytaman. Ba'zi vaqtda mushundaq vijdon, o'g'albodachilik, erkakchilik degandekdan sizlar intayin muhimkan bir millat uchun millatda hamda yozdigan, gap qiladigan insonlar bo'lish kerak. Millatda ish qiladigan, mushatadigan insonlar bo'lish kerak. Ba'zida bu ikkilis bo'lish kerak-da hamda. Ba'zida bir odam mushu ikkilisini nima qila oladi-da hamda. Lekin bizda hozir yozdigan, strategik mulohiza qilib boradigan Uyg'urlarga ish yutadigan insonlar, jiq ish qiladigan insonlar oz bo'lib qolsa, endi bular haqorat qilgan emas aziz qarindoshlar. Voy hammadan aql versa kim ish qildi qarindoshlar? Ba'zi odamlar aql berdi, ba'zi odamlar ish qildi, ba'zi odamlar bir ham ikkisini tan qildi. Bu o'ttirda bir nisbat masalasi var. Aql berdiganlar %99% ish qildiganlar 1% bo'lib ketib qolsa, bu millatning ishi mangmaydi aziz qarindoshlar. Shunga uchun bo'lganda hammamiz tang Twitterlarni qo'llanib ishlarni qilish berli. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat. Bahor muborak olsun. Madaraqa qaranglar, madaraqa. Mana ichilib Allohniki güzel sanatkarlığı. Bundan bu şundaq bir daraxtlardan chiqib turdi. Alloh hamd olsun inşallah. Xo'sh, salomat bo'linglar.